Sen boshla, Zumrad. Yo'q, opajon, siz kattasiz-ku. O'zingiz boshlay qoling. Meni gaplarim hali tayyor emas. O'zing boshla dedim. Mayli, opajon, siz gaplaringizni tayyorlab turing. Ungacha men gapirib turaman. Yana meni yomonlab o'tirmagin. Yo'q, nima deganingiz bu, opajon? Assalomu alaykum bolalar. Men Zumradman. Meni taniysiz-a? Men odobli bo'lishga harakat qilaman. Mehnatsevarman. Kattalarni hurmat qilaman. Hech kimga ozor bermayman. Tabiatni, jonivorlarni juda ham yaxshi ko'raman. Menimcha, axloqli odam boshqalarga ham mehr bilan munosabatda bo'lishi kerak. Salom, men Qimmatman. Albatta, meni ham taniysiz. Biz haqimizdagi ertak juda mashhur. To'g'risi, men o'zimni ilgari odobsiz deb o'ylamaganman. Shunchaki juda erkatoy edim. Mehnat qilishni yoqtirmasdim. Kattalarga salom bergim kelmasdi. Boshqalarga yaxshi gapirishga odatlanmagan edim. Hamma Zumradni maqtagani uchun jahlim chiqib, unga qo'pollik qilganman. Endi tushunyapman. Bu ishlarim odob axloqqa to'g'ri kelmas ekan. Men yana shuni aytmoqchimanki, axloqli bo'lish bilan birga har bir inson o'z qadr-qimmatini ham bilishi kerak. To'g'ri aytyapti. Shuning uchun bolalar, siz Zumradga o'xshab axloqli bo'ling va meni xatolarimdan xulosa chiqarib, o'z qadr-qimmatingizni biling. Kelishdikmi? O'xshadimi?